Shu fitnes formani andoza tayyorlash jarayoni va bichish jarayonini ko'ramiz. Andozalar har bittasini chetlarini kesib olib, bir-biriga yopishtirib chiqamiz. Yopishtirib bo'lgandan keyin hamma detallarni alohida qilib kesib olamiz. Old qism bitta buklovda. Orqa qism bu ham bitta detal buklovda bichiladi. Yoqa o'mizi manjeti, o'miz uchun manjet. Lasinasi old qismi ikkita detal. Orqa qismi ham ikkita detal. Old va orqa qismidagi mana shu to'q sariq qismi. Orqa va old yuqori yon qismlari detallari. Orqa va oldi past qismlari. Bel rezinkasi uchun manjet. Mana shu oq detal. Mana. Bu orqa yon kombinatsion detal. Mana bu. Bunisi xuddi shu detalli old qismidagi. Mana. Bu esa buklovda bichiladi, oq qismiga tikiladigan detalcha. Har bitta detalli ustida nechta bo'lakdan bichilishi tayyor yozilgan bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib matoga qo'yib hammasini bichib olamiz. Fitnes formasi uchun esa Biflex matosi eng zo'r tanlov. Bu matodan suzish uchun va gimnastika uchun ham chiroyli kiyimlar tiksa bo'ladi. Tikish jarayoni esa keyingi videoda kuting.